Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Yangi O'zbekistonning 3-renesansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringda aytinglar. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Men Rustam Qoriyev, Ibrat farzandlari loyihasi asoschisiman. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan dastlab bir qancha xorijiy tillarni bepul o'rgatish uchun tashkil etilgan Ibrat farzandlari loyihasi bugun butun O'zbekiston yoshlarini ilm yo'lida birlashtiruvchi harakatiga aylanib, dunyoga chiqishda mustahkam ko'prik vazifasini o'tamoqda. U 22 ta xorijiy til. Xorijliklar uchun o'zbek tilini o'rgatuvchi maxsus platforma ishlab chiqildi. Shuningdek, o'zbek tilida ish yurituvchilar uchun savodxonlik, imkoniyati cheklanganlar uchun imo ishora, bolalar uchun maxsus darslar, IELTS, TOEFL imtihonlariga bepul tayyorlov kurslari, axborot texnologiyalari ingliz tili esa jami 2700 dan ortiq bepul darsliklar. Ibrat xorijiy tillar oromgohlari, minglab milliy kontentlar. Ibrat Academy mobil ilovasi va uning 2.700.000 foydalanuvchisi har oyda 150 minglab yoshlarni o'z safiga qo'shayotgan yirik platforma. Bu 300 dan ortiq sertifikatli yoshlar degani. O'zbekiston 2030 strategiyasining 30-maqsadi yoshlarga zamonaviy kasblar va chet tillarini o'qitish tizimini yaratish. Davlatimiz rahbari farmoni bilan 2030-yilga qadar barcha maktab bitiruvchilari eng kamida 2 ta xorijiy tillarni o'rganishlari kerakligi belgilandi. Mazkur farmonda ko'rsatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, ona vatanimizni dunyoda ingliz tilini biluvchi mamlakatlar top 50 taligidan joy olishni maqsad qilgan Ibrat farzandlari loyihasi bugungacha minglab yoshlarning hayotini o'zgartira oldi. Hello. Как тебя зовут? Je m'appelle Saïd. ¿Dónde eres? 저는 우즈베키스탄 출신이요. 하지메 마스테. I am a defender. Gulya, the Uzbekish. Ibrat farzandlari platformasida. Buyog'iga mutaxassisning qiymati nafaqat u nima bilishida va balki o'sha bilimlari asosida sun'iy idrokka qanchalik darajada to'g'ri vazifa qo'ya olishida ham. Biz sun'iy idrokni xorijiy tillar o'rganish tizimiga integratsiya qilishni uddaladik. Superstart, tezkor rus tili, tezkor turk tili, tezkor nemis tili kabi kurslar yaratildi. Zamonaviy metodika sizga bir oyda kuniga 15 daqiqa vaqt ajratib, A2 darajasiga ega bo'lish imkoniyatini taqdim etadi. Premium kurslar sonini oshirish orqali loyiha o'zini o'zi qoplashga va yanada takomillashtirilishiga erishmoqda. Ilm eng yaxshi hadiyadir. Loyihalarimiz O'zbekistonimizning nafaqat markazida, balki eng chekka hududlardagi yoshlarimizning ham bilimlarini oshirishga qaratilgan. How are you? I'm fine, and you? What's up? I love reading books. The tomato. My name is Nurbek. Welcome to our village. Xorijiy tillarni o'rganish endi juda oson ekanligini tushuntirish maqsadida doimiy uchrashuvlar, xorijiy tillar marafonlari o'tkazib borildi. 2024-yil yakunida ilk bora tashkil qilingan O'zbekiston o'quv markazlari forumi ham yuqoridagi maqsadlarni amalga oshirishga yaxshigina zamin yaratmoqda. Biz bilamiz, tashabbuslarga qo'l urish istagi havas orqali yuzaga keladi.
Xorijiy tillarni o'rganib hayoti o'zgargan, yutuqlarga erishgan insonlar taqdiri haqida hikoya qiluvchi ibrat kashfiyotlari loyihasi bugungi kunda ko'plab yoshlarimizga motivatsiya berib kelmoqda. Yurtimizning 500 nafardan ziyod ko'ngilli yoshlarini jamlagan Ibrat debat loyihasi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari hamda talabalarini qamrab olsa, Bolalar akademiyasi loyihasi jajji bolajonlarga haqiqiy bilim maydoni sifatida qadrlidir. Darslarni o'z vaqtida bajargan bolajonlar uchun Ibrat barakalla rag'bat pullari joriy qilingan. Top universitetlarga ariza topshirishning ham o'zi bir mashaqqat. Mana shu jarayonni bepul, sodda tilda tushuntirishga qaratilgan Top Uni 100 loyihasining barcha mentorlari El-Yurt Umidi jamg'armasi stipendiyatlaridir. Mentorlarning har biri nufuzli oliygohlarning iqtidorlari sanaladi. Xususan, Ibrat debat loyihasi tashabbuskori Azizbek Zalobidinov 17 yoshida dunyoning nufuzli Garvard universitetiga 100% grant asosida o'qishga qabul qilindi. Ibrat farzandlarida ustoz va metodistlar tajribasini doimiy oshirib borishga e'tibor qaratiladi. Oxford, Perugia, Valladolid va Silesiya universitetlaridagi malaka oshirish kurslari zamonaviy bilimlarni yurtimizga olib kelishga yordam bermoqda. Hozirda loyiha Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya, Ispaniya, Polsha, Turkiya, Ozarbayjon, Hindiston kabi mamlakatlar ta'lim muassasalari bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ibrat farzandlari, biz dunyo madaniyatlari o'rtasida ko'prik yaratamiz.